Xudo xolasa. Gap yo'q. Bolalar nima aka bularni? Aka ikkosiniki ham xunajin bolalar. Ko'paysin. Akalar xunajin, zuriyat qoldiradi, ko'paysin. Gap yo'q. Nechinchi bolalar endi aka bular? Mana unisi ikkinchisi bo'lishi kerak. Mana uchinchi bolasi. Uchinchi bolasi. Xudo xolasa. Endi bola boshlaymiz aka. Bo'laveradi aka, mashinadan ketaveramiz. Ketamiz. Qani ketdik. Bismillah. Bo'ylarni o'lchab akalar beramiz. Endi qo'rqoqroq. Kengash olyaptim boricha. Soddagina. Biri 19 ga olaversin aka. Yangi olyapti. 19 ga olavering. Laykni bosib, boricha video qilyapmiz. Qani tishni ko'rib keling. Sizlarni ham ko'tar ko'rsatib ketaylik. 8 kilo aka. Napatga ko'ryapsizlar, katta-katta. Bolasi o'ziga o'xshaydigan, rangi ham xunajin ekan. Mana. Masalamni yetalab ko'rsataman. Yurishlar akalar mana. Yurishlar soni yo'q. Siz hali kelishingizni bilmay, boqmabman ham mollarni. Hali boqmagan holat, dimlanmagan o'zini holatida aka. Boricha. Boricha. Akalar endi dimlanib, qonun to'ygizib nima yo'q. Boricha. Sut qancha beryapti aka buni? Aka bolasi endi bugun bayladim. Hali nima deydi, sog'ib ichilmagan ekan. Ha, tushunarli. Egasi aytdi, 4 litr, 5 litr bolasini baylasa beradi dedi. Ammo mol yuvosh, hozir qo'yapti-yu. Yuvoshliklar aka. Mana akalar yuvoshlik. Mana. To'rt yildan ishlaydi. 4 yilning ishlashiga, yuvoshligiga, yeb ichishiga javob beraman aka. Xudo xolasa. Endi baquga bog'liq. Endi baqib qarab olsa aka. Yaxshi baqasiz, atrana berasiz, sutni beraveradi. Endi baqishiga qarab sutni beraveradi aka. Qayta kelgan bolasi. Bolasi xunajin mana. Xunajincha. Endi bunisini yechmay qo'yray. Tushunarli. Necha kun bilmaysizmi buni? Shu 40 chiqib qoldi shekilli. Bir oydan o'tgan, lekin baylanmagan ekan ama. Baylanmagan, tushunarli. Endi shu to'ydirsa yaxshi bo'ladi lekin. Tetik bolasi ham ancha. Xo'p, aka, narxini ayting. Aka, buni narxini yengilroq aytaman, kamroq, hali kami ozroq. 20 million jinni hariga o'tib beraman aka. Ena bolani. Ena bolani. Bo'g'ozni puli aka. Qochirish keragi yo'q. 9 oylik bo'lsa ham 20 million tepasida hali bo'g'ozi. Xudo xolasa. Akalar kelishasiz, aytyapman-ku. Arzini topib qo'yganman. Bugun juma kunlikda yaxshi insonlarga olib bering, duosini oling. Xudo xolasa aka. Ha aka. Xudo xolasa. 20 million chiroyli. 20 million hariga o'tib beraman aka. Keyingisiga. Endi bunisi. Keyingisi. Buniki ham xunajin deyildi. Mana bular ko'p o't yemaydi aka. Barchandim o'tga qon to'yib, sut qaymoq beraveradi. Ko'p o't ham kerak emas bularga. Biri 13 ekan aka. Ro'zg'orbob. Rosa ro'zg'orbob. Buni 13 bo'ylari. Boricha aytilyapti. Unaqa tepaga osib, hali ko'tarib olganim yo'q. Tepaga osilsa katta ko'rinadi. Ham bo'yni ham bad o'chalishi mumkin, lekin yerga qolgan holatda o'lchab beravering aka. Tek. Mana holatlar. Hamyonbob, ro'zg'orbob. Bitta xonadonni sut bilan qaymoq bilan